Biz fatvo chiqardik. Mendan oldin nechta muftiy bo'lgan bo'lsa, men arxivdan ko'tardim. Hamma muftiy adatlab 7, 20, 40 qilishlik bid'at deb fatvo bergan ekanlar. Men ham shu fatvoni berdim. Lekin endi buni amalga oshirish xalq birlashishi kerak-da. Odatda endi nima qilaylik degan gapdan yiroqlashish kerak. Yo'q, bu odat emas, bu bid'at. Bundan qochish kerak. Musulmon odam yetimning haqqini yemaydi. Majburiy ehson qildirmaydi. Hatto mana bu yil yaqinda bo'lgan ulamolar kengashida biz qaror qabul qildik. Butun O'zbekiston bo'yicha bu qarorni aytdik. Janoza o'qigan domlaga pul bermang deb aytdik. Berilmasin, masjidga ham to'lamang, domlaga ham bermang. Chunki kim borib janoza o'qisa bir qirot savob beriladi deganlar payg'ambarimiz alayhisalom. U qirot nima deganda Uhud tog'i dedi. Uhud tog'ichalik savobni Alloh berib, haqqini berib qo'yapti. Bermaymiz bu narsani. Majbur qilib borib o'zi mana shunaqa yetimi bor, bir xil o'rtada xizmat qiladiganlar bo'ladi-da, yugurib kelib domlaga bermasang bo'lmaydi, janozang o'tmaydi. Noto'g'ri bu gap. O'zi yetimi bo'lib turgan bo'lsa, domlalar ham borib hech qachon menga janozadan pul ber demaydi. Bunaqa domla yo'q. Kim aytayotgan bo'lsa bu tuhmat qilmaydi. Men 100% kafolat beraman, domlalar bunaqa demaydi. O'rtada turgan odam qiladi bu ishni. Shuning uchun endi biz oshkora buni murojaat qilib qabul qildikki, berilmasin. Yaxshisi bu ham bir namuna bo'lsin o'sha yetim parvarlikka. 7, 20 qilasan, u qilasan, bu qilasan deb qiynashni o'rniga ularga kirib boshini silaylik. O'qishi nima bo'layapti? Bir beva ayol qolgan bo'lsa, bu bechora nima qilyapti? Ana buni qarash bizni jamiyatga burchi azizlar. Yetim parvarlik islomning eng yaxshi tarbiya bergan, bizga qoldirgan meroslardan bittasi mana shu yetim parvarlik. Hatto aytadiki, yig'lamaydigan odam bo'ladi-yu, qalbi qattiq. Bir xilga odamlar shunaqa deb aytadi. Nimagadir yig'lay olmayman deydi. Juda ham qalbi qattiq odam bo'l, o'zi yaxshi odam. Lekin qalbi qattiq. Bir sahoba kelib payg'ambarimiz alayhisolom shunaqa degan ekan, "Meni juda ham qalbim qattiq, hech yumshata olmayman" deganda Rasululloh alayhisolom yetimni boshini sila degan ekan. Yetimni boshini silasa qalb yumshaydi. Yetim parvarlik shunaqa. Shuning uchun yaxshisi mana shu tomonga e'tibor qilaylik.